Assalomu alaykum hammaga. Lider o'quv markazining YouTube sahifasidan xush kelibsiz. Men adım Umarbek va sizlarga har doim kunning ingliz tili bo'yicha bilimlarimni ulashishda davom etaman. Present continuous hozirgi davomiy zamon. Yasalishi darakkab shakli subject plus emiza plus verb ing. Inkor shakli subject plus emiza plus not yuklamasi plus verb ing va savol shaklida esa to be egadan oldindan chiqadi. Ya'ni emiza plus subject plus verb ing. Ishlatilish holatlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda present continuous hozirgi zamonda nutq paytida davom etayotgan ish harakatlarini ifodalash uchun ishlatiladi. Misol uchun hozir men sizlarga dars o'tibman. I am teaching you. Ikkinchisi tobora o'zgarayotgan ish harakatlariga nisbatan bu yerda biza get, change, rise, improve, increase, decrease kabi fe'llardan foydalangan holda tobora o'zgarayotgan ish harakatlarini ifodalaymiz. Ya'ni misol uchun my English is getting better. Mening ingliz tilim yaxshilanmoqda. Sizning ingliz tilingiz misol uchun bir darsdan keyin yoki ikki darsdan keyin yaxshilanib qolmaydi. U tobora постепенно yaxshilanib boradi. Yoki bo'lmasa it is getting dark. Qorong'u tushmoqda. Qorong'u tushyapti desak bo'ladi. Ya'ni qorong'uni bilamizki, biza minatgandan darrov qorong'u tushib qolmaydi. Astan qorong'u tushadi. Va shuning uchun ham biza tobora o'zgarayotgan ish harakatlariga nisbatan present continuousdan foydalanamiz. Do'stlar, agarda siz ingliz tili bo'yicha bilimlaringizni boyitmoqchi bo'lsangiz, Lider o'quv markazining YouTube sahifasiga obuna bo'lishni unutmang. Yangi videolar haqida birinchilardan bo'lib boxabar bo'lishni istasangiz, ishi ko'rib turgan Instagram sahifamizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Uchinchi ishlatilish holati bu rejalashtirilgan ish harakatlarga nisbatan. Ya'ni oldimizga qo'ygan maqsad va rejalarni biz bemalol present continuous orqali ifodalashimiz mumkin ekan. Misol uchun, we are flying to Tashkent tomorrow. Ertaga biz Toshkentga uchyapmiz. Ya'ni uchib ketmoqdamiz. Bu ertaga bizni oldimizga qo'ygan rejalarimizni ifodalab berib turibdi. To'rtinchi ishlatilish holati bu tobora takrorlanib, bizani jahlimizni chiqaradigan ish harakatlarga nisbatan. Misol uchun, bu yerda biza always va constantly fe'llaridan foydalanamiz va ushbu fe'llar bu yerda nuqul deb tarjima qilinadi. Masalan, you are always asking for a money. Sen nuqul pul so'ragan. Ya'ni sizda do'stingiz bor, har safar pul so'raydi. Pul berib tur. Bu bir marta berasiz, ikki marta berasiz, uchinchisida baribir sizni jahlingiz chiqadi. Va ushbu jahl chiqqanligini siz bemalol present continuousda ifodalashingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, you are always losing your keys. Sen nuqul kalitlaringni yo'qotgan. Bu yerda always yoki constantly ishlatishni hech qanday farqi yo'q. Xohlasangiz always ishlating, xohlasangiz constantly ishlating. Va signal so'zlariga keladigan bo'lsak, signal so'zlarimiz now, hozir, at the moment, hozirda, right now, bu ham hozir va shu kabi signal so'zlarimiz bor. Do'stlar, agarda siz ingliz tili bo'yicha bilimlaringizni boyitmoqchi bo'lsangiz, Lider o'quv markazining YouTube sahifasiga obuna bo'lishni unutmang. Yangi videolar haqida birinchilardan bo'lib boxabar bo'lishni istasangiz, ishi ko'rib turgan Instagram sahifamizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Lider o'quv markazida onlayn va offlayn kurslarimiz orqali siz ingliz tilini yanada chuqurroq va mukammalroq o'rganish imkoniyatiga egasiz. Bundan tashqari, o'quv markazimizda rus tili, koreys tili, turk tili, matematika, huquq va yana boshqa fanlardan kurslarimiz mavjud. Sizlarni hammangizni Lider o'quv markazida kutib qolamiz. Quyidagi telefon raqamlariga telefon qiling, administratorlar sizlarga albatta ma'lumot berishadi.